Shaharsozlik norma va qoidalarida xavfsizlik qoidalariga amal qilish muhim sanaladi. Xususan, tom yopish masalalarida har bir quruvchi va mutasaddilar amal qilishi lozim bo'lgan mas'uliyatli vazifalar bor. Xodimlar tom yopish ishlariga faqat tomning yuk ko'taruvchi konstruksiyalari va to'siqlari ish boshqaruvchisi, usta yoki brigadir tomonidan ko'rikdan o'tkazilgach kirishlari mumkin. Ish davomida mehnat xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilinishi talab etiladi. Agar tomning nishabligi 20 gradusdan yuqori bo'lsa, xodimlar xavfsizlik kamarlari bilan ta'minlanishi va undan foydalanishi shart. Shuningdek, nishab tomlarda ishchilar og'irligiga bardosh bera oladigan qoplamali tomlar ustida harakatlanishi uchun eni kamida 30 sm bo'lgan, oyoqlarini tirash mumkin bo'lgan ko'ndalang taxtachalardan iborat maxsus traplar o'rnatilishi zarur. Ob-havo sharoitlari ham tom yopish ishlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Quyidagi holatlarda bunday ishlarni bajarishga yo'l qo'yilmaydi. Yaxmalak bo'lib turgan vaqtda, ko'rishni cheklovchi tuman paytda, momaqaldiroqli yomg'ir yog'ayotganda, shamol tezligi 15 metr/sekund va undan yuqori bo'lsa, bitum mastikalardan foydalangan holda olib borilgan tom yopish ishlari vaqtida ishchilarning dam olishi, isinishi, ovqatlanishi va oziq-ovqatlarni saqlashi uchun alohida xonalar ajratilishi lozim. Bu xonalar ish joyidan kamida 10 metr uzoqlikda joylangan bo'lishi kerak.